Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, kadirlik Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugünkü temam milliy sezgurlik degan nima? Milliy sezgurlik haqida bir necha og'iz gap. Buningga munosabatli bo'lganligi uchun navbatda qanot yeyotgan imzo to'plash faoliyatidagi murojaatnomaning prinsipal xatolarimi tilga olindi. Resmi temini başlaştan burun aldığın qitimliq sözümdün təsirlenip Sutuq Buğraxan kitapxanasıga iyani vergen qarindişimga rahmet aytaman. Bu biz üçün, Uyg'urligimiz üçün, milliy mavjudligimiz üçün ziyonga chidab oyoqda turayotgan bir kitapxona. Bunu anlab ta'sirlanib iyani yuribdi bir qarindishimiz. Men qilgan gaplarimning hech bo'lmasa shunchalik foydasi bo'ladi deb xo'sh bo'ldim. Bundan boshqa milliy mavjudligimizni saqlab qolish mavzusida ba'zi amaliy tadbir sifatida o'tirib qo'yilgan chaqiriqlarga ikki ayol qarindishimiz ovoz qo'shdi va bu mavzuda ish boshlandi. Allah ulardan razı olsun. Bu gaplarni ikkinchi qatim takrorlayapman, chunki kompyuterim o'chib qolib, yarim soat qilgan gapim baka ketdi. Hamda resmiy mavzuga kelay. Milliy sezgurlik degan nima? Milliy sezgurlik bir millatdagi pishqan milliy ongning mas'uli bo'lib, u allaqachon milliy xarakterdan o'rinadi. Ongning buyrug'i bo'lmagan ahvoldami ongsizligimizdan urg'ib chiqadigan inkosdir. Bu nima degan gap? Ong normalda insonning ichidagi narsani tahrirlab chiqaradi, yasab, pardozlab chiqaradi. Ongning roli u. Yani bir munofiq ichida munofiqlik bor ekan, o'zini vatanparvar qilib ko'rsatishi mumkin. Bu uning engidagi narsa. Ammo turib ba'zi qiliq harakatlaridan munofiqligini oshkorlaydigan ba'zi so'zlar, qiliqlar chiqib qolishi mumkin. Bu yoshirin ongning iqrori bu. Agar bir millatdagi milliy sezgurlik cho'nqurlashgan bo'lsa, yiltizlagan bo'lsa, tomirlarimizdan urinagan bo'lsa, qalbimizning eng cho'nqur qatlamlaridan urinagan bo'lsa, bu amaliyotda shu ongsizligimizdan urg'ib chiqadigan inkos bo'ladi. Bu nuqtada millatimizning naqadar xomligi her yerde, her zaman putqitilish bo'ltiradi. Gerçi biz ba'zi ko'yimiz chiqqisi bek maqtanimiz bor. Maqtangan bilan avval bektuvan. Tariximizdagi mashhur uch efendi, uni bilasizlar, Mas'ud Sabiri, Muhammad ibn Buğra, İsa Yusuf. Bu mashhur uch efendi Gomindang parlamentida xizmatda bo'lgan zamonlarda, Gomindangning qurultay yoki boshqa yig'inlarida vatanimizning ismi haqida ko'p qitim teklif sungan. Ularning maqsadi bu bizning Uyg'urning vatani bo'lgandiki, uning ismi Uyg'urcha bo'lsin degan bir tirishchanlik edi. Axir bu tekliflar takrorlanib, oxirida shunday mazmun teklif sungan. Hozirgi ismi, yani Zozongtong qo'ygan elqilanatgardi ism, Xitoycha ism, o'zanglarning davosini yolg'onga chiqaradigan bo'lgani uchun. Nima uchun yolg'onga chiqardi? Xitoylar azaldan degan davoni qiladi, ammo u ismda yangi degan xat bor. Buning uchun. Yani hozirgi ismdagi yangi degan xat
sizlar deyotgan azaldan deganni inkor qiladigan bo'lganligi uchun Çin Türkistan deb atalsa, hem milliy rayonning milliyligi gavdlanadi ekan, hem sizlarmi xafalıqdan qutuladi ekansizlar degan mazmunda taklif qo'yilgan. Bu taklif Gomindan hukumati tarafidan muzokaraga qo'yilgan. Munosabatli mutaxassislarni arib. Oxirida shu xulosani chiqardi. İsmning bir az xatolik tarafi borligi rost bo'lsa-mu, bu ismni qo'ygan ajdodlarimiz bu zaminni bo'ysundirishda qonlarini, jonlarini fido qilgan. Shunga ajdodlarimizning xotirasiga xiyonat qilishga bo'lmaydi degan xulosani chiqarib, uch apandigimi shunday javob berib, masalani tamoman yoqqan. Mana bu milliy ruhdagi uyg'oqlik, sezgurlikdir. Qarindoshlar. Milliy sezgurlik degan bu. Ama bizce yüzünü milletçi göz tuşku mançı urunup durduğun bazı qarindoshlarimiz söz arılıklarında ixtiyarsız alda. Tırnak içinde bu ixtiyarsız alda. Benim degim kelmeydi, talaffuz qilgim kelmeydi. Xitoy qo'ygan haliq la'natgardi ismni deb gaplashadi. Shu ismni tilga oladi. Anlıqçılar bunu goya künüp qilishdan bo'layotgan ancha bir ish hisobida ko'rgachga to'g'ri tushunib, bek to'g'ri tushundigan haqda suhbatga xalaqit vermaydi. U suhbatni davom qiladi gapini. Agar millatda milliy sezgurlik bo'lganida anlıqçı darhol nima u? Yeydigan narsami? Yoki nima u? Yangi chiqqan modemikan? Degandek birer savol bilan bu ismning o'ziga naqadar notanish ekanligini ifoda qilgan bo'ladi. Bundaq tushunmagan bo'lib bilish tutumi aslida milliy sezgurlikning mahsuli bo'lib, bir xil hozir javob qarashliqdir. Qilchilikni e'tirof qilmaydiganlikning belgisidir. Bundan başka men ilgari Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izdinish nomli siyosiy majmuaning 2-jildida va turkcha kitobimda tilga olgan bir masalami milliy sezgurligimizning uxloqlik yoki mas holati ekanligining misolidir. Yani bu 2000-yili şu çağdaki Sharq Turkiston Milliy Markazining raisi Anvarjon apandiga atalmış Xitoy demokratlari tarafidan yozilgan xatdagi masala. Va bu xatga bizninkilarning tutgan muomalasi, sezgurlikka aloqador muomalasi. Chunki xat shunday boshlangan. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi hurmatlik Anvarjon apandiga Xitoy anda yozgan bu xatni. Xafalık şu yerdeki, bu xat Dünya Uyghur Qurultiyi qurilishidan 4 yil burun, 4 yil Sharq Turkiston Milliy Markazining raisiga yozilgan xat bu. Ko'ryapsizlar? Xitoyning atalmış demokratchisi Sharq Turkiston degan bu qo'rqinchli ismni tilga ilishdan o'zini qochirib, ana shunday bir ismni o'ydirib chiqargan. Biznikilarchi to'g'ri tushungan. To'g'ri tushundigan qilib ya, to'g'ri tushungan. Xatni olgan, ochgan. Aslida bu qonunsizlik bu. Pochta qonuni bo'yicha xato adresga kelgan xatni echib etsangiz, qamoq jazosiga hukm qilinasiz aslında. Çünkü onun adresi xato, uya Sharq Turkiston Milliy Markazi bo'lsa, Uyg'ur Qurultiyi deb adres yozsa onunga. Xato bo'lmamdi u. Ama bizninkilarchi, bizninkilar to'g'ri tushungan. Bu xato adres qo'yilgan xatni qabul qilgan va o'qigan. Allah bilir belkim javobini bergan.
Anvarjon o'zi rais bo'lgan tashkilotning ismini bilmamdi yoki bu milliy sezgurlikning uxloqliqlikning belgisimi? Buningga qarindoshlar o'zi baho bersin. Yoki Xitoyning bu xiti ilhom manbasi bo'lganmi bu qarindoshlarga? Xitoy qarindoshlar Sharq Turkistonni tilga olmay chin qilib qoladi ekan, ularga osonlik yaratib bermasak sep turadi ekan degandek 4 yildan keyin quriladigan tashkilot yoki milliy markazning tuzitilgan yangi ismi Uyg'ur qurultiyi deb atalgan. Mana bu milliy sezgurlik masalalardan biri. Bundan boshqa 6ga 1 imzo voqeasi bor. Bu voqea 99-yili İstanbulda yuz bergan. Bu haqda 6ga 1 imzo mavzusida mening turbitimda bir tema bor. Ko'rib baqsanglar, resim qo'yaqliq, paket. Yo'tug'urib depayotgan gap emas, birisini yomonlash niyatida qilinayotgan ish emas, paket qarindoshlar. Nima bu 6ga 1 imzo? Beijing Bahari nomli Xitoycha bir jurnalning bir muxbiri keldi İstanbulga. Onun bilan bir to'xtamnomami, kelishimnomami aytavur bir şey imzolanadi. Bu imzolanadigan bu qog'ozga shu zamonning Sharq Turkiston Milliy Markazining 6 büyük rahbari eng üstünki, yuqori darajadagi 6 büyük dahi Sharq Turkistonga vakillik qilamiz deb o'ylaydigan, Uyg'urga vakillik qilamiz deb xiyol qiladigan 6 büyük dahi imzo qo'ydi bu kelishimga. Va bu yetishmaydi, ojiz kelib qoladi-da, tashkilotning tamg'isini bosadi bir tarafga. Yana bir tarafga haliqi bir Xitoy Shovi deb imzo qo'ydi. Bu milliy sezgurlikka aloqadormi emasmi qarindoshlar? İzzetini bilmaganlik bu qarindoshlar. Bir millatda milliy ong uyg'oqligi bo'lsa, davlatchilik eni bo'lsa, u bir Xitoy bo'lganda ekan, shuningga tangroq darajada keladigan bir odam qilsa bo'ladi endi. Uning nimaga foydasi borligini, u boshqa masala u. Bunda izzetini bilmeydigan bu qulchilik ma'u. Bir Xitoy o'ylanglar. Ening ustiga u bir tashkilotning boshlig'i emas. Soltek odatdagi bir Xitoy. Ma bizninkisi o'zini bir millatga, bir davlatga vakillik qilamiz deb o'ylaydigan 6 büyük dahi. Bu milliy sezgurlik masalasi. Davlatchilik eni masalasi. Diplomatiyani bilmaslik bu. Diplomatiyada bir prezident kelsa, bir prezident oldiga chiqadimi? Yoki bir bosh ministr. Odatdagi yeziglik bir ministrning oldiga bosh vazirdan birisi chiqsa, bu qulchilik bo'ladi, xushomat bo'ladi bu. Davlatning obro'yini tushirganlik bo'ladi bu qarindoshlar. Bu paket var onun. Torga qarasanglar resimni ko'rsizlar. Aş to'xtamnomaning resmi. Hadi yana bir voqeani qistirib qo'yay. Uni deyilgan voqea shunday bo'lsa-mu, bu temaga aloqasi bo'lganlik uchun yana takrorlayman. Bu diplomatiya harakati degan temada tilga olgan voqea esingizda bor. Hali Amerikadagi demokratiyani himoya qilish ittifoqi, ajoyib demokratiyada bu ittifoqi Uyg'ur ayollariga yig'in ochgan voqea. Haliqi bir ayolning quchqidagi, balaning qo'lidagi kichikkina Sharq Turkiston bayrog'i va demokratiyani himoya qiladigan bu ittifoqning boshlig'i Xitoyning xotini Luiza xonimning bu bayroqni yulib elib, g'azab bilan aqlatchiligiga tashlab etganligi.
va bizning aqlliq bu ayollar u yig'inga davomli qatnashganligi. Aslida qanday qilish kerak? Bayrog'imiz axlatga tashlanayotgan avvalda nima qilish kerak? Allaqachon kirib bo'lganlarga jakalash kerak. Xonimlar, man qaranglar. Ma ayol balamning qo'lidagi Sharq Turkiston bayrog'ini axlatga tashlab etdi. Mushada aşı yig'inga qatnashimizmi? Mushu o'rindagi yig'inga qatnashimizmi sizningcha? Juringlar. Deyish kerak, boyqut qilish kerak bu yig'inni. Bu milliy sezgurlik bo'ladi. Milliy sezgurlik degan shunday narsa. Nayt afsuski biz bek aqlli qo'g'achqa her narsani tushunmay qolmaymiz. Hammani zodi to'g'ri tushunamiz. Egirsini tuzlab turib, shu xatosini o'nglab turib to'g'ri tushunamiz biz. Mana bu tushunish aslida qulluqqa asoratga ko'nib qilishning mahsulidir, qarindoshlar. Yana uch apandilarda Muhammad Ibn Bug'raning Gomindan hukumatida madaniyat ministri bo'lib ishlagan Chu Jiahua bilan yozishgan uch xatlarga qarasaqmi, hatto mag'lub bo'lib Tayvanga chekingan, Sharq Turkistonga tish patmaydigan bo'lgan zamondami, bu Chu Jiahua Jungoda Turk deydigan xalq yo'q, Sharq Turkiston deb yo'q, Jungoda Junha millati lamba deb başdan ahir bilmas bo'lib olib javob berganligini ko'ramiz. Bunda bilmas bo'lib olish, yuqorida men dedim ya, yeydigan narsami bu? Qanday narsa deb bilmay turib olish. Tushunmay turib olish aslida qat'iy murassasizlik maydonining ifodasi bo'ladi. Muhammad Ibn Bug'ra apandi Chu Jiahuani hatto echitib turib qistagan. Siz Xitoy doirasida to'nilgan bir ziyoli, ilm ahli, siyosiy yo'llarga o'xshamaysiz, tarixni obdan bilasiz, ilm ahli degan ilm ko'rmatqimiz kulki bo'ladi, buni bilasiz. Shunda turib, ochiq maydondagi bir reallikni ko'zingizni yumibli inkor qilsangiz, qanday ilmiy pozitsiya bu? Allaqachon o'tmishga aylangan tarixni bugungi siyosatga vosita qilib burmalasangiz qanday bo'ladi degandek mazmunlarni ayblab, uning olimligini g'idiqlab uyg'otishga tirishgan bo'lsa-mu, bu Xitoy ilm ahli bir gapidan aslo yonmagan, hech yumshamagan. Jungoda Junha millatidan bor. Unda ayrim bo'lgan bir mustaqil davlat emas, u azaldan Jungoning zimini. Biz beso'g'an emas. Ajdodlarimizdan bizning u degan gapida madrasadir qilmay turgan. Mana bu milliy sezgurlik qarindoshlar. Bunda bo'ladi milliy sezgurlik degan. Bizcha hatto bir dunyoda birga ishlaydigan bir xizmatdoshimiz da quruq paran qilayotgan chaqilda "Neliksan? Nereden geldin?" deb so'rasa, "I am from China" deydigan kumun Uyg'urni bilaman. Davridan onda deb qo'yganki, "Nim bo'ladi, bizim bo'lib ketamdi." Reji bu. Chunki bek katta bir sabab bu yana. Sharq Turkiston desam baribir bilmaydi. Dedim ama bilmedi degandek. Yoki bunday javob berdi. Chinaninki Shi degan bir o'lkasi bor, shu yerda deb javob berdi. Hatto sen Xitoyga o'xshamaydi ekansan, turqing qanday Xitoylik bo'lasan deysimi? Shu ama o'xshamayman, ammo shu uchun bizni ashirsan bizning deb turib bo'lsa, qada qilaman. Yo o'xshamayman shu, men emas bo'lgandiki shu emas aslida. Demasdan tirishib shuni ishontirishga tirishibdi o'zining Xitoylik ekanligiga. Yo, men Jungolik, ammo irqiy yerdim men deb.
Qarindoshlar, qarindoshlar. Agar vatanimizga Xitoy qo'ygan ash la'natgardi ismni desangiz, o'zingizni junguliq degan bo'lamsiz yo'qmi? O'ylab ko'rdingizmi buni? Faqat bu zamin Xitoyning ayrilmas bir parchasi bo'lgandila, andin uning nomi ash Xitoy qo'ygan ism bo'ladi. U holda siz junguliq bo'lgan bo'lasiz. Agar bu tuproqni Xitoyning bir parchasi emas deb tanıydigan bo'lsangiz va yuragingizda uning Xitoyning bir parchasi ekanligini e'tirof qilmaydigan bo'lsangiz, u holda bu tuproqning nomi Sharq Turkistondir. Mayli chaqchaq, mayli rost, mayli sal qarab yoki diqqatsizlikdan bu ismni tilga olsangiz, sizdagi milliy hissiyotning texichi kasalmanligi sog'lom emasligining dalili bo'ladi. Xuddi Xitoylarning ko'z yumishiga o'xshash. Biz bu atalg'iga ana shu darajada sezgir bo'lishimiz kerakki, bu atalg'ini qilchimi tonimasligimiz. Nima u? Qanday hayvon u? Anglab bakmabdi ekan buni. Yirtqichmi yo ushab qanotmi? Degandek go'yo hayotimiz bo'yicha anglab bakmagan bir gapni tunji anglayotgandek inkasda bo'lib, bu ismni tonimaydiganligimizni, e'tirof qilmaydiganligimizni, naqadar uch ko'radiganligimizni ifoda qilishimiz bir turli mujodila bu. Kurash bu. Bir xil jihad bu. Chunki hadisda zolimning oldida bir eg'iz haq gap qilishmi jihad deyilgan. Bu bizning zolim qarshi jakalgan haq so'zimiz bo'lib qoladi bu. Amaliyotda haq so'z emasmi u? Haq. Onun için biz jihad qilgan bo'lamiz uni desak. Tarixga bakkanımızda Xitoylar qilchimi siljimaganligini, biznikilarning doimo yumshab yo'l qo'yib kelganligini ko'ramiz. Ya'ni bunda bak qattiq turib olsaqmi, kelishkin bo'lmaydi ekan. Azroq yumshsak balkim bo'lib qoladimi shu ishimiz deydilar. Aslida kelishimning prinsipi u. Sen biraz kelsa, men biraz boraman. Sen biraz yo'l qo'ysa, men biraz yo'l qo'yaman. U. Ammo bu Xitoy uningga o'xshamaydi bu Xitoy, qarindoshlar. Xitoy tarixdimi 1 millimetr siljib bakmagan tursa, nima deb biz yo'l qo'yamiz bakadim baka? Nima deb? Tarix qarasak, doimo bizninkilarning yumshaganligini, ammo Xitoylarning so'zida turaverganligini ko'ramiz. Aslida Uchapandi Sharq Turkiston deyotgan. Shu ashaliq taklifni berganga qadar qismi Sharq Turkistonda tirnashgan. Ammo buni qabul qildiranmaydiganligini ko'rib yetgandan keyin Chin Turkiston deganga yumshagan yoki bir qadam chekingan keyin. Ammo Xitoylar o'xshashli mavqeda. Hatta Kuomintangning miraslariga kommunistlarni varislik qilib, o'xshash gapni bugungacha takrorlayotdi qarindoshlar. Nima deb biz bakadan soyanamiz aqimizga? Bunun rejisi nima, mantiqisi nima buni? Tibetlarning o'rnikida bu hal texim aniq ko'rinadi qarindoshlar. Tibetlarning yoshlarida mustaqillik xohishlari bor. Lekin dunyoviy nufuzi bo'lgan Dalay Lama hayot ekan, bu orzularni o'tirib qo'yolmaydi. Shunga dunyo tarafidan tinchlikka zo'rlangan, ulug'lash orqali yavaşiltilgan Dalay Xitoy hukmronligini qabul qiladiganligini jakalayotgan bo'lsa-mu, u allaqachon tan berib jakalab bo'ldi. Xitoydan ayrilmaslikka va'da qildi Dalay. Onun çekinişleri, bu kadar yol qo'yishlari birer ijobiy natija berib bakmadı. Qarindoshlar, Xitoylarning ne kadar tomoç ekanligini unutib qoldikmi?
Xitoylar yo'l qo'ygan sir qistab keladi. Insofni bilmaydi. Biz yo'l qo'yishlar orqali hech narsaga erisholmaymiz. Faqatla xalqimizning umidini yo'qotamiz. Ruhimizni sundiramiz o'zimizni. Xalqaro sahnlarda bu yo'l qo'yishlarimiz hujjatlashib qolsa, keyin mustaqillik arzumizmi go'yo qonunsiz talabdek ilg'i qilinishga boshlaydi. Chunki dunyo afkori allaqachon ko'nib qoladi deganlarimizga, avtonomiyalarimizga, heliqlanatgardi ismga ko'nib qoladi. Keyindan birdilla biz mustaqil bo'ldik desak, ularga bir qonunsiz talabni qo'yayotgandek tuyulib qoladi. Chunki dunyo afkori bizning yo'l qo'yishdan ilgari surilgan qarashlarimizga ko'nib qolgan bo'ladi. Chet ellardagi atalmış dava hareketlardimi xuddi shu taklifda chekinishlar, yumshashlar, yo'l qo'yishlar biz tarafda ko'rildi. Xitoylarda 1 millimetrmi siljish yo'q. Hozircha avtonomiya deb turib, hozircha mustaqillik demay turib, hozircha kishilik huquq o'z taqdirini o'zi belgilash deb turib, mustaqillik deganga mustaqil bo'lib qoldigan ish yo'qmi degandek sapsatlarni anglaymiz. Ammo Xitoylar burunqidan chingib ketdiki, yumshag'an yo'q. Agar biz murassasizlikni prinsip qilmaydigan bo'lsak, uttirish davomlashadi. Ba'zi yozma hujjatlar tutumlarimiz uchun dalil bo'lib qoladi kelgusida. Dalil, Xitoy uchun dalil. İmzalarimizni ko'zimizga tiqib e'tirof qilmagan bo'lsak, bu nima deydigan vaziyatga qilishimiz mumkin. Men qo'rqinchli suiqasd nomli maqolada deb o'tgan. Bo'lmaydi, takrorlangan siri bo'lmaydigan bo'ladi. Odamning psixikasi bunday narsa bu. Bir narsani bo'lmaydi deb beraversangiz, bo'lmaydi u. Buni men ko'p qatim dedim. İnsanlar qaror chiqarish, xulosa qilish yoki baho berishda faqatla 6% aql va mantiqa ishlatadiganligini, 94% yo'shirin ongdagi munosabatlik jug'lanmaning ta'siriga uchraydiganligini olimlar o'tirib qo'ygan gap. Men emas, olimlar, psixologlar, jamiyatshunaslar o'tirib qo'ygan. Agar bizning engimiz, yo'shirin engimiz bo'lmaydiga to'lib ketsa, mustaqillik deganga bo'lmaydi. Hozircha avtonomiya deb tursak bo'lmaydi deganga ayda negativ narsalarga to'lib ketsa, yo'shirin engimiz. Mustaqillik haqida o'ylashqimi jur'at qilolmas bo'lib qolamiz. Qarindoshlar. Men yuqori tilga maqolada Uyg'urildi keyingi zamonda chiqqan bir yosh psixologimizning nutqida berilgan bir misolni bergandim. O'qiganlarning esida bo'lsa kerak. U misolda bir kuni bir o'quvchi sinfda matematika darsida uxlab qoldi. Keyin uyg'onib qarasa, sinfda odam yo'q. Bolalar hammasi ketib bo'lgan. Daska qarasa, 2 matematik masala yozig'liq. 2 masala yozig'liq. Bu bola uni topshiriq o'xshaydi degan o'y bilan ko'chirib oldi bu masalani daftarga. Endi uyga qaytgandan keyin bu endi sinfda uxlab qolganligining hijolatini tuzitish uchun bo'lsa-mu, cho'qim men bu masalani yeshmisam bo'lmaydi, to'g'ri ishlab bo'lsam, uxlab qolganimning gunohidan juyman deb. Chunki bu masalaning qanday ishlaydiganligining yo'lini ko'rmadim deb o'ylaydi-da, uxlab qolib. U qadar tirishidi bu bola. Tirishib bu 2 masaladan birini yeshidi. Birini yeshamaydi. Ertasi maktabga borganda muallimga
topshiriq daftarini beradi bu. Berib, "Mayt xijil muallim tunigim uxlab qoptikanman dars vaqtida. Şuna qoidani anglayolmay qoptiman. Şuna topshiriqdan birini aran ishladim debdiki muallimning ko'zlari piyoladek bo'lib ketibdi. Buni bir deydi oldirib daftarni ochib qarasa, haliqi masaladan bir haqiqatan ishlab talqi bola. Allah Allah deb muallim sen ras uzan ishildingmi? Nima bo'ldi? Allah. Bu yerda bu bola uxlab qolganlik uchun hikoyani anglamagan. Asli hikoya nima? Hozir dunyodagi matematika olimlari yeshanmayotgan ikki masala deb uni yozib, buni hikoya qilgan muallim. U topshiriq emas. Dunyodagi matematika olimlari yeshanmayotgan ikki masala ekan u. Shuni bolalarga so'zlab berib, "Men hikoya, bunda hisoblava" deb yozib qo'ygan bir narsa ekan. Matematika olimlari yeshanmayotgan bu masalani o'tir maktabning bir o'quvchisi birini yeshib etgan. Nima uchun yeshib etgan? Uning psixikasida, uning yoshirin engida negativ narsa yo'q bu masala qarta. Uni odatda bizga berilgan topshiriq deb o'ylab qolganlik uchun yeshib etgan. Qolgan bolalar-chi hikoyani anglagan bo'lgandan keyin dunyodagi matematika olimlari yeshanmayotgan ikki masala deganni ular anglagan bo'lgandan keyin qanday qildi? Uningga qo'l selishga jur'at qilolmaydilar. Ularning kallasicha, ularning yoshirnida bo'lmaydi. Hech kim yeshanmayotgan masala bu degan negativ uchur bor. Uning uchun uning to'sqinlikka uchraydilar. Jur'at qilolmaydi. Xuddi ashunday. Bizningki ishimizmi? Agar ashunday avtonomiyalar bilan, ashunday mustaqillik deganga bo'lib qolmaydi ular bilan, hozircha menda deb turib deganlar bilan yoshirnimizni to'ldirib olsak, mush bo'lmaydi bilan bo'lmaydi bu ish. Qarindoshlar. Şuna çokum buludu bilen doldurish lazım buni. Keldik mallı zəriga. Yaqında tor dunyosida WhatsApp toplarida bir imzo to'plash faoliyati qanot yoydi. Hozir davomlashyapti bu. İmzo teksti yoki murojaatnomaning uyg'urchasi ma'lum g'ulg'ullarga sabab bo'ldi. Chunki uning dastlabki abzasidagi mazmunlar vatanimizning Xitoyning territoriyasi va Uyg'urlarning jungolik ekanligi ma'nosi chiqadigan tarzda edi. Keyin ovozli uchurlar qoldirilib, bu uchurlarda Uyg'urcha ko'rilgan xatoning charchab ketganlik, uyqusizlikdan kelib chiqqanligi, xato yo'llanib qolganligi izohatlari berilgan ve bununla sezgür xalqimiz qoyil bo'lgan ishlar bo'lib o'tdi. O'ylab baqinglar. Uyqusizlikdan siyosiy xatoning kelib chiqish qiziq bir muammo. Xi Jinping, yo'ldosh Xi Jinping degan ism xato yozilib qolmagan ekan u. Ammo charchashdan bo'lgan xato jamoat tarafidan birdek qabul qilindi. Aldashqa kichik bola yaxshi. Bir adam ko'zini ocholmasa, uyqusirab ketsa, knopkalarni utilgan knopkani besib, o'qig'ini olmaydigan bir xato yuz beradi. Obdallam o'qig'ini bo'ladigan siyosiy xato yuz bermaydi. Qisqasi. Aldash kichik bola yaxshi. Xalq nodon bo'lsa, aldash ne kadar oson, ne kadar oson. Eğer bek charchagan, uyqusiz, ko'zlari yumilib ketayotgan to'g'onida deganimdek o'qonoqsiz bir narsa bo'lishi mumkin ekranda. Bu reallik uyg'un kelibdi. Yoki charchash, uyqusizlik qip-qizilli siyosiy xato tug'dirdi desa, bu aql qabul qilgan olmaydigan bir narsa.
Bu ayrım mesele. Umumen gepten eziş, andaq deyman dep turup manda dep seliş bir psixik arıq görünüşge ega. Ruhi analiz talimatının atısı Sigmund Freud maxsus gepten ezip ketişning psixik arıq görünüşini tahlil qilib asar yazgan. Xalqalla tepip okup baksa boladı. Bek okuyduğun xalq bolgandiki okup baksanlar ezip ketişning hergizmi mantiqsiz bolmaydiganligini, ajınыңdımı ma'lum bir xil mantiqi boladiganligini görüp yetisiz. Bu maturib dursun. Bu temaning teşriki gap bunmu. Müracaatnomaning tüzütilgen nusxasi o'tirg'i chiqdi. Şoğunisi İngilizcesi yanıla heliqi maraz isim bilan qilaverdi. G'alva qilayotganlar Uyg'urlar bo'lgani uchun Uyg'urchasini tuzatsak bo'ldi deb o'ylagan bo'lishlar kerak. Uyg'urchasiga o kadar sezgurlik bilan muomala qilgan qarindoshlarning ko'pinchisi İngilizcesida yanıla o'xshash mazmun saqlanayotganligiga diqqat qilmasdan imzo qo'yib, go'yo xeli muhim bir ishni tutganning huzurunu yaşamakta, keyfini sürmekte. Xeli çoğun bir işni qildim men deb o'yladida. Bundaq ikki xillik. Bu chet eldagi atalmış da'vochilarning yillardir Uyg'urlarga boshqa biz mustaqillik deymiz deb chet elliklarga boshqa talaffuz bilan qilib kelayotgan gaplariga o'xshash. İngilizcesida bir muncha tilga ilishga bo'lmaydigan so'zlar bor. Bulardan biri indigenous. Bu indigenous people mavzusini men xeli jiq so'zildim. Maqalalim bor to'rbetda xohlasanlar. Bu odatdikcha yerlik millat ma'nosini bermaydi qarindoshlar. İngilizceda yana native degan so'zmi bor? Xitoychaga tarjima qilsangiz bindirim bo'ladi bu. Indigenousni tarjima qilsangiz Xitoychada tuju bo'ladi. Tuju şu Hindiyalarni bildiradi. Odatdagi yerli xalqlarning hammasi uchun native ishlatiladi. Chunki indigenousni iltimos qildi ya Uyg'ur qurultaydikilar, Birleşken Milletler Teşkilatı. O bir salayet o. İltimas qilib aladigan unvan, medalyon o. Yana biri G'arbiy Shimol Xitoy degan so'z. North West China. China ma o? North West China ma o? Qarindoshlar, bizning vatanimiz Xitoy emas. Jungo emas yani. China emas. İngilizce'de uquladigan uqum nima buning uqumi? Xuddi Sharqi Jungo, Janubi Jungo degan chig'imizda nima uquladi? Jungoning Janubiy partisi, Jungoning Sharqiy partisi degan uqumni beramdi yo'qmi? Albatta shu uqumni berdi. Bunda bo'lsa bu North West China G'arbiy Shimol Jungo degani, ya'ni Jungoning G'arbiy Shimol partisi deganligi. Buni biz zo'rlab, yuqorida ko'p qatim deganimiz badistiki to'g'ri tushunadigan qiliqimiz bo'yicha to'g'ri tushunishimiz kerakmi? Ha? To'g'ri tushunaylikmi buni? Bizning vatanimiz Jungo'mi? Undan başka, it is officially called Xinjiang degan so'z. Resmi nomi Xinjiang degan ma'noda. Bu biz uchun resmi nommi bu? Kim uchun resmi nom u? Nima uchun o'zimizga resmi nom bo'lgan nomni ishlatmaymiz? Biz yozyapsak uni. Uyg'ur yozayotgan narsa bo'lsa bu. Başkalar qanday ishlasa ishlatsin. Uli yozgandikan nimani official deb yazsin. Biz uchun official name is Turkiston.
Bu tuproqning rasmiy ismi biz uchun Sharqiy Turkiston. Bizning qo'limizdan chiqayotgan bir yozma hujjatda bu shaklda tilga olish bir xil e'tirof bo'lib hisoblandi qarindoshlar. Yuqorida Xitoylarning sezgurlik haqida bir talay gap qildik. Yani şu haldımı kən qo'saq bo'lib elib, undamı deb ketmeydi ya adamlar. Yo'q yerdan tutaq chiqirib deydigan kən qo'saq qarindoshlar. Manda desek işçi yaman deydigan işçi yaxshi qarindoshlar, bexasta qarindoshlar. Yo'q emas. Aql va mantiqi bilan biroz o'ylaylik qarindoshlar. Özümüzün işığı, özümüz bu kadar dikkatsiz olmaylı qarindoshlar. Men bunun bir oyun ekanligini desem, çoxum ko'pchilik bunga xafa bo'lib ketisizlar. Ba'zilarning ta'sirlik, ammo ne xalq foyda, ne dushmanga ziyni bo'lmagan ishlar bilan nopuz qozonib, oqidan bu nopuziga tayinib, oyun o'ynaydiganligini desem, çoxum qaynab ketisizlar. Ammo bu ovozni anglab beqinglar. Assalamu alaikum Zeybullahım efendim. Qanday ahvalınız? Yaxshi turib-atamsiz? Men sizga shunchalik qattiq bir o'kinish, shunchalik bir afsuslanish ichida mush so'zlarni qoldirishga majbur bo'lyapman. Yana shundaqlam. Ey Iset. Allah shundaq erlarni bir qilib yoritib qo'yuvchi, bizdek ayollarni qilib yoritib qo'ysichu deb shunchalik Allohga sig'inib o'zimning pushmonlarimni bildiryapman. Qarang ukam. Uyg'ur qarindoshlar to'pida bo'lgan ba'zi bir munozirlarni ma bir qarindoshimiz avatib qo'ydi-ku, anglab chiqdim. Shunchalik ko'nglim askib ketdi. Qarang. Ey ukam, men sizdan so'rab boqay, hozir vatanning nomini datalash qilgan vaqtmi? Ha? Hozir vatanning nomini datalash qilgan vaqtmi ukam? Bir turkum odamlar va qarang. Şinjan deb olsangiz, uningdagi iskopkichik Sharqiy Turkiston deb olsangizmi, yoki Sharqiy Turkistonni teshqi yozib, iskopkaning ichiga Şinjan deb olsangizmi, yoki ishkilisini tang olsangizmi, yoki naq Sharqiy Turkiston deb olsangizmi, bu tugatmaydi bu gapni. 80-yillarda bir Mo'ng'ul bir maqol yozgan, o'ylanish uchun ilgirlash deb Uyg'urlarning shunday bir chambarning ichida tipirlab qolganligi haqida. Vay canım qarindoshim, vay canım ukam. Qarang. Ma'u ilqi g'ulam yog'ma degan, men jungolik emas bo'lgan ekan, men imzo atmayman debdi. Uning qo'lida qaysi pasportni ko'tarib chet elga panoh tilabdi ukam. Mushuni bir so'rab boqaylik-ku. Ha? Jungo degan pasportni ko'tarib kelib, chet eldan panohlik tilgandi. Kanadaning pasportining ichida bu jungo tug'ilgan degan xat yo'qmi-ekan? Ajoyiblan bir erkishlar ekan juma ukam. Ahlim hayron qopdi. Men jungolik bo'lmagandikin deganligi bilan o jungolik emas bo'lib qolmaydi. Men jungolik emas deyish uchun kurash qilish kerak. Kurashning yo'llari har xil. Siz ming odamni akilib, ming chatallikni. Men jungolik emas deb ming tipirsangizni, hey kalva, ma qo'lingdagi jungoning pasporti tamomdi deydi sizdan. Ikkinchisi Şinjan degan ism ukam. Şinjan degan ismni bizga shu kuchlar qo'ygan, biz e'tirof qilmasakmi? Yo'q, men Şinjanlik emas deb tipirlasakmi? Bizdan boshqa hammadan, sen Şinjanlik olmay nima, men xaritada bunda deb unda bansang bo'lsa, xaritani o'zgart deydi ukam. Shuning uchun qarang ukam, sizning bu to'r betingizda mushundaq ism haqida bo'layotgan munozirlar asosan to'xtagan bo'lsa, jinim ukam, imzo atmasanglarmi, atmanglar. Bunda yo'qlan munozirlarni qilmanglar. Uyg'ur jamiyati hozir shu erkaklikning, ziyolilikning va odamiylikning eng puchaklashgan bir davri turibdi-ku. Ahlim hayronlanib qopdi. Ey ukam, bu petition-chu qarang, bu imzo etish faoliyati-chu qarang ukam. Butun dunyo jamoatchiligiga chiqarilgan insonparvarlik qutquzish signali bu. Uyg'urlarni xo'sh qilish uchun,
Uyg'urlarni choq-chaqizib qo'yish uchun, Uyg'urlarga vataningning ismi Mao deganni deb qo'yish uchun chiqarilgan imzo emas, ammo kallamizni sal silkitaylik. Dunyo nada? Ha, biz Sharqiy Turkiston deb deganimiz bilan, biz Junguliq emas deganimiz bilan xalq bizni shuna demdi. Xalqning bizni shundaq deyishi muhim. O'zimizning emas, ukam. Mandaq nima degan qandaq bir erlar bu, qandaq bir erlar. O'zimning mush Allohning oldida, "Hey, mushunda erlarni erqib yaratdingmi?" deb vijdonimga bek Allohning oldida gunohkarim bo'lib ketdim, ukam. Bundaq munozirlarni to'xtatgan bo'lsangiz, jinim ukam, to'g'ringizniki imzo atmasanglarmi, atmanglar. Ma Mustafa Islom o'g'lining bir gapini angladim. Sen pravin degandan qutulmoqchi bo'lsang, o'zingning ichingdagi pravinlardan qutul deb. Biz bu pravillarga qarang, vatanimizning ismini qancha to'g'ri deb bersakmi, voy undaq qilmabdi, voy undaq qilmabdi, taxlabdi, qirqibdi deb dengizga uchib ketgandek, dengizga uchib ketdi ukam. Bo'ldi, aman bo'ling, men shunchalik gapirib qo'yay dedim. Bundan keyingi petishonlardimi, yana bu ism masalasida shu naq sizlar degandek shu to'g'ringizni munozir bo'layotgandek olsakmi, bu tugmaydi. Asid Akram degan bola yaxshi gapni qilibdi. Yaxshi gapni qilibdi. Ha. Bu men endi qarang, men mushtaq gaplarni men qattiq qilmaydigandim. Menmo bir fidoyi bu petishonni qo'llab qo'yayotgan. Ammo men to'g'ri bitingizki, men erkaklarning mallarning qilishayotgan qiliqlari agar vatanim Jungo demaydigan bo'lsam, Abduvali oyib debdi-ku ana. Unda xo'sang nima bor bu yerda? Ketib shahid bo'l. Ey, shahid bo'lamsanmi? Ey, shahid bo'lsimi bo'l. Voy, shundaq Jungoliq men emas, undaq deganlarga men shundayman, qarang, men ikki ko'zim ko'r bo'lib ketsinmi, bo'lib ketsinki, men qalb ko'zim ko'r bo'lmasin, ey. Men qalb ko'zim ko'r bo'lmasin. Ma Uyg'urning ma'vo holatini ko'r. Sen vatanning ismiga eslolmay, sen Uyg'urchiliksa so'zlab Uyg'urcha beqirab yurmay, ma millatingning ahvolini ko'r. Degim kelyapti, qarang. Ikki ko'zim ko'r bo'lib ketsinki, aql ko'zim ko'r bo'lmasin deyman men ashtaq deganlarga. Jinim ukam. Anladingmi qarindoshlar? Naqlni bek joyidapti Mustafa Islom o'g'lining pravinni yo'qtiman desang, oldi bilan qalbingdagi pravinni yo'qot debdimish. Agar buni biz Xitoyga aylantirsak, Xitoyni yo'qotmoqchi bo'lsak, oldi bilan qalbimizda yiltiz tortib ketgan Xitoyning ashundoq ismlari, ashunda tashviqotining zaharlaridan qutulmoqimiz lozim keldi-ku. Bu naql uning uchun berilgan naql bu. Ammo naqlni ta'tirga ishlatibdi. Endi bu erkak baholash uchun imzo to'plash shu bir xil jismoniy ig'ir bir emgak ulab bu erkaklik qila oladigan, ayollik qila olmaydigan. Tamam. Endi shunday so'rashimiz mumkin. Agar bu o'yin emas bo'lsa, deyilganidek o kadar ko'p rejingiz bor ekan, o kadar kuchli Po'latdek asoslarimiz bor ekan, nimishqa Uyg'urchasini tuzitib avara oldingiz? Mush asoslaringizni qo'ysangiz bo'ladi-ku. Ömerlik kızı. Ömer. Endi boshqa savollarimizni qo'yaylik. Bizning Junguliq ekanligimiz Po'latdek asosga ega ekan. U bizning davlatimiz ekan. U holda o'zimizning davlati bo'lgandan unga qarshi turishimiz cho'qim xato bo'ladi, shunday emasmi? Shundaymi qanday? Agar Junguliq ekanligimizni e'tirof qiladigan bo'lsak, chet elda nima bor bizga? Yana nimani da'vo qilamiz?
Hazırcha itiraf qilg'ach tursak, keyinchi bir gap bo'ladimi? Bu ne kadar bema'nilik. O'xshash faoliyatni jungolik bo'lmay turib qilg'ili bo'lamdi, bo'lmabdi. Agar maqsad imzo bo'lsa, o kadar bunu aklab, o kadar jar selib jungolik ulashni xohlamaganligiga o kadar tuhmat atib, o kadar qalpoq kiydirib, bir muncha vaqt, zehniy kuch sarf qilgandan ko'ra shu vaqtning, shu zehniy kuchning 10%ni sarf qilgan bo'lsanglar, inglizchasini tutinglar emasmi? Yuqorida berilgan ovozdan angladinglar, ajoyib qiziq sapsat ekan. Agar sen jungolik bo'lmasang, chet elda nima qilsan? Ketib shehid bo'l falan. Demak, jungolik bo'lmaganlarning chet elda turishga salohiyati yo'q ekan. Bunga nima deysizlar? Men bu buyuk ishlarni bajarayotgan janobga deymanki, sen jungolik bo'lgandan keyin sen ketsang taxmi to'g'ri bo'lmamda. Bu jungolik bo'lib imzo qo'yiladigan tekstga imzo qo'yganlik zulmga shohidlik bo'larmish. Zulmga shohid bo'laydi, ammo teksti to'g'ri bo'lsin. Endi bu birlik tashabbuschilarining ish qilib yer yutib qolganlarning bu kadar yo'g'on xizmatini dalda qilib turib, haqqa hujum qilishlari qaranglar. Bularni jungolik ekanligimizni e'tirof qilmay turib qiysoq bo'lmamdi. Zulmni anglitimiz deb cho'qim bundaq bema'nilikka rozi bo'lishimiz kerakmikan? Aldamchilik qilma, barliq tillardagi tekst o'xshash bo'lsin. Tirik kirib ulib chiqayotganlarni ko'mayapsizlar deb qo'rqashyapsizlar. Biz bilyapmiz tirik chiqib uliga chiqayotdi. Ammo hech nima bo'lmay tirik chiqqanlarni mi ko'ryapmiz? Yo'q ishlarni qilyapti. Sen jungolik olmasan qanday pasport bilan chiqdin? Bu karamet dalilki. Adam qo'rqib ketgidek bir dalil. Sen o'zingni jungolik demagan bilan boshqalar seni jungolik deydi emasmi? Bunmi yana bir yuqoriga ekan. Aylanib ketay bu janoblarning, xonimlarning aqlidan. Biz Xitoy pasporti bilan chiqqanligimiz uchun o'zimizni jungolik deyishimiz kerakmikan? Bu qanday reja bu? Boshqalar bizni shundaq deb to'niganligi uchun bizmi shundaq deyishimiz shartmi? Zarurmi? Bir odamning vatan tushunchasi qalbidagi tuyg'u bilan belgilanmay, bir parcha daftar orqali belgilanadi. Bu nazariya bo'yicha hammanglar jungolik ekansizlar, Uyg'urlar, qarindoshlar. Buningga rozimisizlar? Qalbinglar nima deydi? Buningdilla maqsadning nimaligi nayto ro'shan bilinib turibdi, qarindoshlar. Demak, xulos kalam, biz chet ellardagi Uyg'urlar hech kim majburlamayotgan bo'lishib qaramay, o'zimizni jungolik deyishimiz kerak ekan. Jinning qasdi shaptulda deydigan bir gap bor bu. Asli maqsad bu ekan. Shu Uyg'urchani tuzatgan xonimning ovozi bu. Eliq charchab ketib xato qilgan xonimning ovozi. Unimi bilib qolinglar. Balkim deyilishi mumkin. Inglizlarga ashundaq demiz tushunmaydi. Buning o'xshaydigan misolni qurib deb o'tdik. Shundaq bo'lsin bu yerda yana shuni deb qo'yay. Inglizlar mushunda desangni tushunmaydi. Agar xohlamasa yana izib ishirishga tirishib bakkanki yana tushunmaydi. Agar xohlasa sen buncha chekinishlarni qilib ketmay Sharqi Turkiston desangmi tushunayveradi. Tushunishni xohlagan odam nimadir bu deb to'g'ri izlab baqsinlar chiqadi emasmi bu narsa? Xohlamaganga chora yo'q. Bundaq chupranda bahonalardan qat'iy nazar bu prinsipsizlik. Kechirishga bo'ladigan turdan emas, qarindoshlar. İngilizce'de bu la'natgarda ism ta oxirigacha takror ishlatilgan. Endi foyda ziyonni selishtirib ko'raylik. Oldi bilan qanday foydasi bor? Foydasini
tekshirib bakaylı. Xitaylar bu imzoliq murojaatga qanday tutumli bo'ladi? Qilchilik ta'sir qilishi notayin degan qarashda bo'lishi chuqur. Qarindoshlarning hammasi birdek. Bunun Xitaylarga qilchilik ta'siri bo'lmaydi. Chunki Xitaylarning yuzi qalin, cham yuz, nomus qilish tuyg'ularini yo'qotgan, uning bunda qog'ozlarga ta'sirlanib ketishi, izoh atib ketishi notayin. Buni hammang e'tirof qilasizlar. Shundaqda ta'sir qilamdi ya. Buning bilan bir ish narsa o'zgaramda. Hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni natijasi nol. İngiliz nusxada bir Xitoyning so'zi naql qilinib, umuman Xitoyda insonlarning cho'chqa yoki it bilan o'xshash muomala ko'rdiganligi. Tibetliklar bilan Uyg'urlar bo'lsa, cho'chqa yoki ishchilikni muomala ko'rmaydiganligi mazmunida bir naql bor. To'g'ri. Ahvol xuddi shundoq. Qon bilan go'shtdan tarkib topgan badan ve Allah'ın ro'yidan püydəlgən canları olğan real insanlarımız Xitaylarının aldıda çoçqa yoki işçilik qimmatga ega emas bo'layotgan yerda bir murojaat va uningdagi mavhum almashlar, ya'ni imzo qanchalik qimmat bo'lar? Albatta uningdan tuvan. U holda natija nol bo'lmay nim bo'ladi. Asker düşürüp koyar bir yerde. Mening narazılıkım hergizmi neticenin nol oluş emas. Netice nol oladigan ishqi nima odamlar var qilyapsiz demayaptimi? Qarindoshlarım. Agar ziyon bo'lmaydigan ish bo'lsa, natijasi bo'lsin, bo'laverdi. Shunday ishdan 100 ni qiling, inson qo'yaveramiz biz. Ziyon bo'lmagandan keyin natijasi olmasimi mayli bu vaqtda. Qaqshash sababim ziyonning to'ldirib ekanligi uchundir. Natija nol, ziyon to'ldirib olasiz. Chunki mablag' solgan odam cho'qim foydasini surishtirdi. Shunday emasmi ya? Chet ellarda inkas kelganligi, ovoz qo'shganligi, tek foydasi bo'lganligi hisoblanmaydi. Buningda esankirab ketmaydi qarindoshlar. Bu eziqtirg'uchi tuman. Türkiyelikler elbette ovoz qo'shadi. Chunki ular o'tirdiki o'yinni tushunmaydi. Burun 1996-yilning kech kuzlarida xuddi bugun ashu ovoz qo'shdi deyilgan Türk uçakları bir imzo to'plash faoliyati olib borgan. Bir askar tishirib qo'yay buningga. Men boshlimaga ishga qo'shalmayman. deb qo'shalmayotdi deydigan gapga qarata ash chog'dagi imzo to'plashga garchi men boshlamagan Türk uçakları boshlagan men boshlamagan ekan qo'shalmayman demaylar vaqfda yotadigan bolalarni safarbar qilib chiqib bir necha do'qmush tizgoh qurib ko'chaga o'tgan kechganga imzo qo'ydirib bu faoliyatga ishtirok qilganman. Men boshlamagan ish deb ta'til turib 3 milyonga ulaşkanlık sözlengen şu çağdaki imzanın. Nim boldu keyin? Tabiiyki hech nim bo'lgani yo'q. Uningga men o'kinmayman. Chunki nima o'kinmayman? Foydasi bo'lmagan bilan ziyonmi yo'qdi. Ammo o'zimizni jungolik qilib, foydasiz bir ishni qilish aqlliq bir ish emas. Qarindoshlar. Belki deyilishi mumkin. Buni xuddi Xitoy hukumatiga talablar qisiltilayotgan bilan amaliyot chet ellarda xalqaro qismatlarimiz haqida jamoat fikr qo'zg'ash, Xitoylarni satga o'sitish va kaza. Xonimning ovozida debdi-ku. Buchi ma xalqaroda deb. Xalqaroda shunday bir kayfiyat yaratish, jamoat fikr qo'zg'ash uchun qilinayotdi deyli. Ama maksat bunda bo'lgan taqdirda buni oqlashga yetarli sabab bo'lolmaydi-ku.
Şarkı Türkistanlıkta qiyğılı bolmamda buni? Bir nimaga putlaşamda bu? Emde ziynimiz nima? Bununga qaraylı. Biz vatanimizning tuprog'ini G'arbiy Shimol Jungo deb yozgan, rasmiy nomi Xinjiang deb yozilgan bir hujjatga imzo qo'ygan bo'lamiz, qarindoshlar. Bu Xitoylar da'vo qilayotgan ayrilmas bir qismi safsatisini e'tirof qilganlik. O'zimizni Jungolik deb e'tirof qilganlik bo'ladi. Buni deb o'tirishga hojat qolmadi-ku hozir. Chunki avvalda o'zining Jungolik ekanligi bu qadar ko'p plattik dalillarni keltirgandan keyin yana nimaga buni deb jurimizki? Shundaqlar texi tasdiqlanmagan salohiyat, iltimos qilingan salohiyat, indigenous people salohiyatini o'zimiz xohlab kiyib olgan bo'lamiz, qabul qilib olgan bo'lamiz. Xitoylar hozir vatan ichida Xitoy davlat bayrog'i oldida men Jungolik, men Jungoni so'yaman deb qasam berishga majburlayotadi. Vatan sirtida, o'l dunyoda hech qanday majburlash bo'lmasdinlar biz bu qasamni berayotganligimizni farq qilib o'tamdi qanday. Bu murojaat aslida ana shu vatan ichidagi men Jungolik, Jungoni so'yaman degan majburiy faoliyatning chet el variant ekanligini aktiv tashabbuschilardan birining yuqorqi ovozidan ochiq ko'rib olamiz. Endi tili hadab Xitoycha ketib qilish, hadab Xitoy qo'ygan la'natgarda ismiga ketib qilishlar haqida ezib ketishning mantiqisiga asoslanib shuni deya olamizki, aslida bunda ezib ketuvchilarning yoshirin engidagi moyillik shuningga munosabatlik uchur jug'lanmasining ixtiyorsiz portlab chiqishidir bu. Xitoyga nafrati va bir Uyg'ur Xitoyning oldida xushomadchilik ifodasi ko'rsatsa, kular yuz bo'lib, quyruq shipangishsa, bu tushunarli. Majbur bo'lgan. Nafrat qat'iy va rost bo'lsa, ko'nlarning bir gapi bor. G'ojam yo'q yerda olib olay degandek. Bu nafrat fursat topgan hamallar sirtqi tepadi. G'ojamga agar nafratimiz bo'lsa, u yo'q yerda cho'qim olaymiz unga. Bu insonning tabiati bu. Shunday emasmi? Albatta sirtqi tepadi. Men tunji qatim chet elga chiqqanda 10 kunlik sayohat varaqchisi bilan pasport emas. Qirg'izistonga chiqqanda. Atay deyalmay yillardan yuragimga qapsilib qolgan Sharq Turkistonni toza deb olgandim. O'zimning ovozidan o'zim zo'qilib, o'zimga muңлык аңланып, o'zimning ko'ziga yosh kelib, har bahona bilan Sharq Turkiston. Şuna gapdan ezib ketish, ko'nib qilish tufayli hilqlanatgarda Xitoy ismlarini deganlarning millatchiligi, vatanparvarligi bir so'roq belgisi mening qalbimda. Sizlardan qanday bo'lishini bilmayman. Mening qalbimda bir savol belgisi tug'dirdi. Qadrli qarindoshlar, milliy hissiyat uyg'otliqi vatanning mustaqilligiga bo'lgan chin orzu yoshirnamizda eng og'ir salmoqda jug'lanmasini qilgan bo'lsa, milliy sezgurlik tabiiy holda jiddiy holat signali berdi, anda gaplar qarta. Reaksiya berdi, allerji bo'layotgan barliq negativ ahvollardan shuni bilamizki, milliy safa, milliy orzu, milliy istiqbol qayg'usi, sezgurlik taraflarda bizning tahi milliy da'voga layoqat qozonmaganligimiz, safarbarlik holatida emasligimiz bir amaliyotdir. Chunki 70 yildir da'vo qilyapmizda chet ellikning quyrug'ida yurgan bu xalqni da'voga hozirlagan bir tashkilot yo'q, bir doiy yo'q. Chet ellikning quyrug'ida. Bu xalq bilan ishi yo'q. Anda bo'lgandan qanday bu safarbarlik holatida bo'ladi bu millat? Shuna o'z-o'zimizni aldamaylik. Reallikni tunib, jiddiy izlanaylik, o'zimizni yetishtiraylik qarindoshlar. Masalan, ba'zi qilishga bo'ladigan va qilg'ili bo'ladigan ishlarni o'tirib qo'ydim. Buningga qancha Uyg'ur ovoz qo'shdi? İmzağı o kadarcık ovoz qo'shabdi, tushdan o kadar aktivlar paydo bo'ldiki, hech kimga foydasi yo'q imzoga. Ammo foydasi bor, qiysa umuman foydasi bor. Amaliy o'rnaklarni ko'rsatdim men qiladigan ishni.
sen başlığa aşka avaz koşamtem demeydigan janaplar barmı bu yerde? Yok. İki ayal yukarıda dedim, Allah razı olsun. Ballarını bekip hem işlep hem ayallık burçu hem analık burçunu orundaş bilen bille Uygurluk burçunu orundaş üçün yüzünü ma'lum kıldı. Bu mevzuda işq tegiş kıldı inşallah. Allah onun işıq berket versin. Başka manlagan anlıgıcı ağızıdı şäseli atkan bolsumu herkettin gep yok. Belkim üntüsüz başlayıp etkendir inşallah. Yipim uzarap ketdi. Mene äpu kılanlık qarandaşlar.